Beyhan. Qanday jur'at etding? Otamiz seni ko'rganda qabridan tik turardi. U esini yegan chol edi. U o'limi bilan bizga yo'l ochib berdi. Uni o'lik kechiga qo'yib berib to'g'ri ish qildim. O'lishga qo'yib berdim. Sen uni qutqarishga harakat qildim deganding. Aldagan edim. Chunki sen haqiqatni qabul qila olmasding va hozir ham qabul qila olmaysan. Otamiz Linkoyni o'rtamli yo'nalishga mahkum qildi. Endi biz buyuklikka erishamiz.